Akjon ertasiga ishga ertaroq chiqdi. Hali tong yorishmay turib ustaxonani ochdi, shiftga qarab bir necha marta chuqur nafas oldi. Kechagi voqealar, Nozimaning otasi bilan bog'liq tashvishlar, Kamolning gaplari, barchasi bir kechada unga juda ko'p o'ylashga majbur etdi. U ish stoliga o'tirib, asboblarni tartib bilan joy-joyiga qo'ya boshladi. Har bir metallning ovozi xuddi uning ichidagi tartibsizliklarni yigayotgan kabi tuyulardi. U shu payt eshikning sekin ochilganini eshitdi. O'girilib qarasa, eshik oldida Nozima turardi. Ko'zlari qizarib ketgan, uyqusiz tun o'tkazgani sezilib turardi. Ammo baribir jilmayishga harakat qildi. Akjon o'rnidan turib unga yaqinlashdi. "Qanday bo'ldi, otangiz yaxshimi?" dedi u ehtiyotkorlik bilan. Nozima bosh silkidi, ko'zlarida minnatdorlik alomati ko'rindi. Kecha kechqurun biroz oziga keldi. "Shifokorlar yaqindan kuzatamiz", deyishdi. "Sizga aytolmayman, Akjon aka, juda katta yordam qildingiz." U shunday degach, bir zum jim turdi, xuddi nimanidir yana aytmoqchidek. Lekin tiliga kelgan so'zlarni qaytarib yutdi. Akjon buni sezdi, lekin zorlab savol bermadi. U qizning yonidagi stulni ko'rsatdi. "O'tiring, biroz dam oling. Siz ham tun bo'yi chochib chiqqansiz." Nozima sekin stulga o'tirdi va yuzini qo'llari bilan silab qo'ydi. "Men kechagi gaplarim uchun ham uzr so'ramoqchiman. Sizga og'ir bo'lgan bo'lsa. Men shunchaki o'zimni yo'qotib qo'ydim." Akjon jilmaydi. "Unday demang. Oila har narsadan muhim. Sizga yordam berish men uchun og'ir emas." Nozima bu gaplardan keyin unga qarab turdi. Ko'zlarida bir olam hislar yashiringan edi. Ammo yana ichida bir mavjud to'siq unga o'zini to'liq ochishga yo'l qo'ymayotgandek edi. Shu payt ustaxonaga 2-3 mijoz kirdi. Nozima o'rnidan turib, odatdagidek ularga xizmat ko'rsatishni boshladi. Akjon esa ishga kirishib ketdi. Ammo uning ko'ngli joyida emas edi. Kechagi Kamolning gaplari, bugungi Nozimaning ko'zlaridagi yashirin dard uni o'ylatardi. Bir zumda ustaxonadagi har bir tovush unga uzoqdek, begona ovozdek eshitila boshladi. Xuddi vaqt sekinlashgandek. Oradan bir necha soat o'tib, ustaxonada tinchlik paydo bo'ldi. Qorong'ilik asta-sekin oz sozini o'tkaza boshlagan paytda Nozima birdan oz qo'lini kuydirib oldi. U yengil "voy" deb yubordi. Akjon zudlik bilan yoniga yugurdi. "Ko'ring, nimani kuydirdingiz?" dedi u iztirob bilan. Nozima qo'lini tortmoqchi bo'ldi, lekin Akjon ushlab oldi, sinchiklab qaradi. "Bularni o'zingizga ehtiyot bo'lishingiz kerak", dedi u biroz ko'ygandek ohangda. "Yuring, suvga tutamiz." Nozima unga ergashdi. Suv oqayotgan tovush ostida u sekin "rahmat" dedi. Akjon uning qo'lini ushlab turganini sezib asta qo'yib yubordi. Ammo qiz ham uni ayblab qaragani yo'q. Aksincha, ko'zlarida iliqlik bor edi. "Akjon aka", dedi Nozima biroz tinchlanib, "kecha Kamol kelganida siz noqulay holatga tushdingiz. Mening aybim." Akjon boshini chayqadi. "Yo'q. Sizning aybingiz yo'q. Har kimning tanlov qilishga haqqi bor", dedi u, biroq bu so'zlarni aytarkan, ichida nimadir uzilgandek, nimadir siqilgandek bo'ldi. U o'z fikrini davom ettirmoqchi edi, lekin shu payt eshik ochilib, yana Kamol kirib keldi. Unga qarab Akjonning yuzida hech qanday o'zgarish sezilmadi, lekin ko'zlarida bir nechta ehtiyotkor chiroqlar yondi. Kamol bir zum ustaxonaga qarab chiqdi, so'ngra Nozima tomon yurdi. "Bugun yaxshi ko'rinyapsan. Kechagi voqeani eshitdim. Ota-onangni ko'rgani bordim, lekin seni topolmadim", dedi u qiz muloyimlik bilan. "Rahmat", deb qo'ydi, xolos. Kamol yana davom etdi. "Bugun kechqurun biroz suhbatlashsak deb o'ylagan edim. Balki charchoqdan chalgirsan." Nozima kamgap bo'lib, "Bugun imkonim bo'lmaydi", dedi va boshqa izoh bermadi. Kamol shu zahoti unga savol nazari bilan qaradi. "Nega?" "Yoki", dedi u ko'zlarini Akjon tomonga qadab. Bu nigohda keskinlik, raqobat, hatto tahdid soyasi sezilardi. "Yoki sening boshqa rejang bormi?" Nozima hech narsa demadi. Akjon esa ichida kayfiyati buzilib borayotganini his qilsa ham o'zini tutdi. "Agar ishlari bo'lsa, mashq qilmang", dedi yengil jilmayib. Kamol unga bir zum tikilib turdi, so'ngra qo'lidagi telefonni cho'ntagiga soldi.
Mayli, dedi u sovuqqina ohangda, men kutaman. Shu bilan chiqib ketdi. Ustaxonada yana jimlik hukm surdi. Nozima esa ishiga qaytmoqchi bo'ldi, ammo qo'llari titrayotganini yashira olmadi. Akjon uni ko'rib muloyim ovozda dedi, qo'rqmang. Hech narsa bo'lmaydi. Shu 3 so'z qizning butun kunlik xavotirini tarqatgandek bo'ldi. U yengil bosh irgab qo'ydi, ammo hech narsa demadi. Kech tushganda ular ustaxonani yopib chiqishga tayyorlanishdi. Ko'chada sovuq shamol esardi. Nozima uyga borayotgan yo'lda birdan to'xtadi. Akjon aka, dedi u asta, men sizga bir narsa aytmoqchiman. Uning ovozi titrardi, lekin ko'zlari qat'iy edi. Men Kamol bilan hech qanday munosabat o'rnatmoqchi emasman. Bu sizni qiynayotgan bo'lsa. Akjon qizning gapini bo'ldi. Bu haqda o'ylamang. Har bir odamning o'z yo'li bor. Men sizga faqat yaxshi tilayman. Lekin shu ondayoq Nozima davom etdi, lekin mening yashirmoqchi bo'lganim yo'q. Men sizni hurmat qilaman. Sizning yoningizda o'zimni ishonchli his qilaman. Kechagi yordam buni unutolmayman. Men Kamolga boshqacha qaray olmayman. Lekin sizga bilmayman bu so'zlarni qanday aytishni. Akjon yuragining qattiq urayotganini his qildi. U qizga qarab turdi, ko'zlarida o'zgarishlar aks etayotgan edi. Nozima, deb gap boshladi u, lekin shu payt orqa tarafdan kimningdir qattiq "ey" degan ovozi eshitildi. Orqaga qarashsa, Kamol turgan edi. Ularning holatini uzoqdan ko'rib turganga o'xshardi. Kamol yonlariga yaqinlashib sovuq nigoh bilan qaradi. Demak, shunday ekanda, dedi u zardali ohangda. Men seni qancha kutdim, sen esa. Nozima bir qadam oldinga chiqib, Kamol, iltimos, bunday gapirma. Men sizga bu haqida ochiq aytganman, dedi qat'iylik bilan. Kamolning yuzi qora tortdi. Bu yigit, deya Akjon tomonga ishora qildi. Bu sababmi? Akjon bunday vaziyatni cho'zmoqchi emas edi. Kamol, bu yerdan bor, iltimos. Hozir janjal vaqti emas. Qiz hammasini o'zi aytdi, dedi u sokin, ammo qat'iy ohangda. Bu gap Kamolning g'azabiga moy qo'ygandek bo'ldi. U bir qadam oldinga tashlab, sen kim bo'lding menga buyruq beradigan, deb baqirib yubordi. Nozima uni to'xtatmoqchi bo'ldi, ammo Kamolning xatti-harakati haddan oshgan edi. Akjon esa bir zum o'zini yo'qotmadi. Men hech kim emasman. Faqat uni himoya qilaman, dedi u. Bu so'zlar Kamolni portlatib yubordi. Lekin Nozima ular orasiga tushib qo'lini ko'tardi. 7 yot odam kabi meni tortishmayotganlaring yaxshi, dedi u keskin ohangda. Kimga qanday munosabatdaman, bu mening tanlovim. Nozimaning qat'iy gaplaridan so'ng Kamol bir necha soniya qotib qoldi. So'ng orqasiga burilib, mana ko'rdim kimga ishonishingni, dedi va qorong'ilikka singib ketdi. Nozima chuqur nafas oldi. Akjon qizning holatini ko'rib, sekin, yuravering, uyga olib boraman, dedi. Yo'l davomida ular ko'p gaplashmadi. Faqat yuraklarida bir xil sokinlik bor edi. Ular manzilga yetganda Nozima dedi, men sizga yana bir bor rahmat aytaman. Siz meni hech qachon qo'rqitmagansiz, aksincha xotirjam qilgansiz. Akjon jilmaydi. Bu mening vazifam emas. Men shunchaki sizga mehrim bor odam sifatida himoya qilganman, dedi u nihoyat o'zini ochiq tutib. Nozima ham jilmaydi. Men buni his qilganman, dedi u asta. Shuning uchun men ham sizga begona emasman. Ushbu so'zlar kechasi sovugidan ham issiqroq bo'lib, Akjonning yuragiga singdi. Ular bir-biriga uzoq qarab turishdi, lekin hali hech qanday shoshib qaror emas, faqat tushunish, qo'llab-quvvatlash, yaqinlik bor edi. Shu bilan ular o'z yo'llariga ketishdi. Ammo ikkisining yuragida bitta umumiy fikr paydo bo'lgandi. Bu narsa endi oddiy tanishuv emas. Bu asta-sekin o'sayotgan, sinovlardan o'tgan, mehrga to'la boshqacha his edi. Bu his hech qanday shoshqaloqlikni, janjalni yoki qo'rqinchni ko'tarmaydi. Bu o'z yo'lini sokin, ammo qat'iy chizayotgan bir yo'l edi. Akjon bir necha kun davomida o'zini galati his qildi. Ish davom etardi, ustaxonaga mijozlar kelardi, hammasi odatdagidek ko'rinar, ammo ichida nimadir o'zgargandi. Go'yo bir eshik ochilganday, ammo u eshikdan ichkariga kirishga hali jur'at topolmagandi.
Nozima bilan kechki suhbat, Kamolning kelib ketishi, qizning qat'iy tanlovi, bularning barchasi tong sahardan boshlab uning xayolini egallab turardi. Lekin u hali hech narsani o'zi uchun aniq qilolmagandi. Shunchaki vaqtning o'zi yo'l ko'rsatadi deb o'ylardi. Bir kuni ertalab ustaxonaga kelganida eshik oldida kimdandir qoldirilgan quti borligini ko'rdi. U qutini ochdi, ichida kichik, ammo juda nafis ishlangan lampa bor edi. Tagida esa kichkina yozuv: agar ta'mirlay olsangiz, men uchun katta yordam bo'ladi. Mijozingiz. Hech kim nomini yozmagan edi. Akjon lampani olib ichkariga kirdi. Ustaxona hali bo'sh, Nozima hali kelmagan edi. Lampani sinchiklab ko'ra turib, kim yuborgan bo'lishi mumkinligini o'yladi. Keyin lablari bir oz jilmayib qo'ydi. Nozima bundan avval ham shunaqa kichik lampalarni yoqtirishini aytgan edi. Lekin bu safar qutida uning qoli yo'qligini sezdi. Xuddi kimdir ataylab sirli qilganday. Bu fikrni keyinroq o'ylab ko'rishga qaror qilib ishiga kirishdi. Bir soatlardan keyin eshik ochilib, Nozima kirib keldi. U bugun boshqacha edi, yuzida allaqanday yengillik bor, nigohlari ham to'g'riroq, qat'iyroq. "Assalomu alaykum, Akjon aka", dedi u jilmayib. "Bugun kech qoldim, kecha tinmay otamning yonida edim." Akjon uning holiga achinib, bosh irgab qo'ydi. "Haligi kecha siz bilan gaplashgandan keyin o'zimni ozgacha yengillik bilan his qilib uyga qaytdim", dedi Nozima sekinroq ovozda. "Ko'p narsani o'ylab chiqdim." Akjon unga qaradi, lekin savol bermadi. Nozima esa uning sukutini tushundi shekilli davom etdi. "Mening hayotimda ko'p vaqt boshqalar uchun yashagan onlarim bo'lgan. Lekin endi shunchaki o'zim uchun to'g'ri qaror qilishni istayapman. Kimningdir fikri, bosimi yoki majburlashi bilan emas." U shu gaplarni aytar ekan, yuragidan og'ir yuk tushayotgandek edi. "Sizga minnatdorman. Chunki siz menga hurmat bilan yondashasiz." Akjonning ko'nglida nimadir iliq ovoz bilan titradi. U shunchaki boshini qimirlatib, "Rahmat", dedi. "Men sizga hech qanday minnat qilmayman. Siz o'zingiz to'g'ri qaror qilyapsiz, xolos." Nozima jilmaydi. Bu jilmayish juda samimiy edi. Kun davom etdi. Har ikkalasi ham o'z ishlariga sho'ngishdi. Ammo tushdan keyin ustaxonada kutilmagan voqea bo'ldi. Bir o'rta yoshli ayol kirib, Nozima bilan uzoq gaplashdi. Ayolning gaplari baland eshitilmasa-da, yuzidagi tashvishli holatdan nimadir muhim narsa muhokama qilinayotganini anglash mumkin edi. Nozima gap ohangidan biroz xavotirga tushib qoldi. Ayol ketgandan so'ng u bir muddat jim qoldi. Akjon uning holatini ko'rib, "Yaxshimisan?" deb so'radi. Nozima chuqur nafas oldi. "Bu men ishlagan eski joyimdagi boshliqning xotini edi", dedi u. "Ular mendan ayrim hujjatlarni qaytarib olishimni aytishdi. Hujjatlarimni ular saqlagan ekan. Ular bilan ishlaganimda ham ko'p nohaqlik bo'lgan, lekin sabr qilardim." U bir zum jim turdi, so'ng davom etdi. "Bugun esa mendan o'sha joyga qaytishimni taklif qilishdi. Ishlar ko'paygan, odam yetishmayapti ekan. Maosh ham yaxshi." Akjon ichida nimadir tirishdi, ammo u o'zini tutib, "Faqat siz nima dedingiz?" deb so'radi. "Rad etdim", dedi Nozima qat'iy ohangda. "Negaki o'zimni bu yerda yaxshi his qilyapman. Siz bilan ishlaganimda o'zimni hurmat qilganday bo'laman." U bu gapni aytib bo'lgach, yuzida ozgina uyatchanlik paydo bo'ldi, lekin baribir chekinmadi. Akjon bir lahza jim turdi. U qizning gapidan so'ng yuragi yengillab ketdi. Ammo bu yengillikni yashirish uchun yuziga oddiy ishchan ohangda jilmayish chiqardi. "Bu yerda sizning o'rningiz bor. Xohlasangiz, men sizga kelajakda yaxshiroq joy ochib beraman. Sizda iste'dod bor." Nozima unga minnatdor nazar bilan qaradi. Shunda eshikdan qattiq shovqin bilan yana bir mijoz kirib keldi. Bu safar u Kamol emas edi, ammo Kamolning tanishi bo'lishi aniq edi. Yoshi balandroq, gavdali erkak. U ustaxonaga beixtiyor tikilib qaradi, go'yo kimni qidirayotganga o'xshardi. So'ng suhbatni boshladi. "Akjon, bir narsa haqida gaplashsak", dedi u keskin ohangda. "Kamol haqida?" Nozimaning yuzi o'zgarib ketdi. U bir chekkaga o'tib, ishini davom ettirayotgan ko'rsatdi, ammo qulog'i bu suhbatda edi.
Erkak davom etdi. Kamol kecha uyga juda jahli chiqib kelgan. Mehrobaga borib dardini tokdi. U seni aytdi, qizni aytdi. Bizning mahallada bunday masalalar janjalga aylanmasin. U bir zum to'xtab Akjonning reaksiyasini kutdi. Biz Kamolni yaxshi bilamiz. U qaysar. Lekin sen ham unga aralashmay qo'ya qolsang yaxshi bo'lardi. Akjonning ko'zlarida tinchlik o'rnini qat'iylik egallay boshladi. Men hech kimning yo'liga to'siq bo'layotganim yo'q, dedi u sekin, ammo qat'iy ovozda. Qizning o'zi tanlov qilyapti. Men esa uni hurmat qilayman. Agar Kamol hurmat qilmasa, bu uning muammosi. Erkak Akjonning ko'ziga tikildi. Shunda uning ichki xavotiri aniq sezildi. Men faqat bitta narsani aytaman. Kamolni bilgan odamlar uning qanday bo'lishini ham bilishadi. U to'xtamaydi. U shunday deb chiqib ketdi. Nozima sekin Akjonning yoniga keldi. Bu gaplar sizni bezovta qilmayaptimi, dedi u xavotir bilan. Men uchun bunday janjal chiqishini istamayman. Akjon unga qaradi, muloyim jilmaydi. Men biror narsadan qo'rqmayman, dedi. Lekin sizning xavotir olishingizni ham istamayman. Hamma narsa joyida bo'ladi. Kechga borib ustaxona tinchib, ular eshikni yopib chiqqanlarida ko'cha girashira, shamol esa ancha sovuq edi. Nozima bir zum to'xtab Akjonga qaradi. Men bu joyda o'zimni yomon his qilmayapman, dedi u, faqat kelajakda ham shunday davom etishiga ishonchim komil bo'lsa yaxshi bo'lardi. Akjon unga yaqinroq turdi. Shamol qizning sochlarini tebratib yuziga tushirar, qiz esa ularni chetga surib qo'yardi. Hammasi yaxshi bo'ladi, dedi u, har narsa o'z vaqtida bo'ladi. Oradan 2 kun o'tdi. O'sha 2 kun ichida Kamoldan darak bo'lmadi. Shu 2 kun davomida ustaxonada hammasi tinch o'tdi. Nozima yanada faol ishlay boshladi, mijozlar bilan yaxshi muomala qildi. Akjon esa ichida nimanidir kutayotgandek yurardi. Go'yoki yovuz shamol uzoqda toplanayotgandek, lekin hali esmayotgandek. 3-kuni kechqurun ular ustaxonani yopayotgan paytda ko'chada qorong'ilik orasidan Kamol paydo bo'ldi. U butunlay o'zgargandek edi, ko'zlarida og'ir uyqusizlik, yuzida esa g'azab va alam aralash edi. U sekin yurib kelib, to'g'ri Akjon qarshisida to'xtadi. Gaplashamiz, dedi u bu safar ohangida baqiriq yo'q, lekin bosim bor edi. Nozima ularni chetdan kuzatib turardi. Akjon bir qadam oldinga chiqdi. Gapir, dedi u. Kamol bir zum jim turdi. So'ng gapira boshladi. Men buni tan olmayman. Bu holatni qabul qilmayman. Men unga yillar davomida ko'ngil qo'yganman. Sen esa bir haftada mening o'rnimni egallayapsan. Akjon sekin bosh chayqadi. Men hech qanday o'rinni egallamayapman. Tanlovni qizning o'zi qilyapti. Bu so'z Kamolni yana titratib yuborgandek bo'ldi. Demak, men yetarli emasman, dedi u xuddi javobni bilib turgan odam kabi. U qizga qaradi. Nozima, ayt bir marta. Sen meni tanlamaysanmi? Nozima chuqur nafas oldi. Kamol, dedi u sekin, siz yaxshi inson bo'lishingiz mumkin. Lekin men sizni boshqacha ko'ra olmayman. Men hech qachon sizga qalbimni bera olmayman. Kamol shu gapni eshitishi bilan bir necha soniya qotib qoldi. Go'yo butun olam ustiga og'ir yuk tushgandek edi. U bir zum Akjonga qaradi. Unda masofa, raqobat, alam va yengilish aralash edi. So'ng orqasiga burilib dedi, mayli. Lekin bilib qo'ying, men sizlarning yo'lingizdan chiqmayman. Men o'zimni topaman. Sizlar esa baxtli bo'linglar. Shu bilan u ketdi. Bu safar janjalsiz, baqiriqsiz, shovqinsiz ketdi. Faqat uning qadamlarida og'irlik bor edi. Nozima chuqur nafas oldi. Akjon unga qarab bosh irgadi. Hamma narsa o'tib ketdi, dedi u ehtiyotkorlik bilan. Nozima unga qarab jilmaydi. Men siz bilan bo'lgan paytimda o'zimni ehtiyotda emas, himoyada his qilaman, dedi u. Shu gapdan so'ng atrofda iliqlik paydo bo'ldi. Ko'chada shamol esardi, ammo ular yonma-yon turganda hech bir sovuq sezilmasdi. Ular uyga qaytar ekanlar, har ikkisi ham ichida bir narsani aniq bilardi, ular endi bir-biridan uzoqlasha olmaydi. Lekin ular hali hech narsani shoshib aytishmadi.
Chunki ikkisining ham yuragi bir xil gapni takrorlardi: hammasi o'z vaqtida bo'ladi.